ko'chasini qarang, kengligini. Doimo bunaqa ko'cha, bunaqa kommunaldan muammo bo'lmagan va ahil mahalladan yer chiqavermaydi. Askent ko'rib turibsiz, shuna svetofordan o'tganimizda o'ng qo'ldagi ko'chada. Askent Sneaker supermarketiga yetmasdan o'ngida joylashgan ushbu yerimiz sotuvga qo'yildi. Hozir batafsil ma'lumotlarni ham berib o'taman. Bu ko'chani o'zi bilgan biladi. O'zi 16 donagina xonadon mavjud. Undan 14 tasi yashash uylari, 2 dona yer qolgan ekan. Xuddi shu yerimizda bittasi sotuvga qo'yildi. Buni sotuvga ham ancha kattaroq hisoblanadi. Ko'chamizning oxiriga to'g'ri keladi. Kommunal tarmoqlardan mahallada gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud ekan. Demak, joyimizni narxini faqat egalar bilan o'zingiz kelishib olasiz. O'shani hisobini olib turib ko'rasiz reklamani. Joyimiz o'zi 9 sotuq ekan. 2 sotug'i foydalanish uchun mo'ljallangan joy, 7 sotug'i qaror bo'yicha to'g'ri hisoblanadi. Hujjatlarda umuman muammo yo'q, borib notarial sanaydigan holatda. Xo'p, joyimizni ko'rib turibsiz, to'rtburchak shaklda. Agar xavfsirasangiz, yonlaridan orqa hovuni qochirib turib, 4 sotug'iga yo bo'lmasam 6 sotug'ini o'ziga ham yo'qursangiz bo'laveradi. Bemalol egalar bilan kelishsangiz bo'ladi. Egalar telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib, mana shu joyni sotib olishingiz mumkin.